Sanoat polini yotqizish narxi bir qator omillarga bog'liq bo'lib, har biri yakuniy smeta va qoplamaning xizmat muddatiga ta'sir qiladi. Mavjud asos holati: silliqlash, tekislash, eski qoplamani demontaj qilish va boshqa tayyorgarlik ishlari talab qilinishi mumkin. Pol konstruksiyasi, plita qalinligi, armatura turi, yakuniy qatlam tanlovi, doping, polimer, qoplama, lak va yotqizish texnologiyasi. Ekspluatatsiya talablari: mustahkamlik, kimyoviy va haroratga chidamlilik qanchalik yuqori bo'lsa, konstruksiya shunchalik murakkab va qimmat bo'ladi. Materiallar va tizimlar: beton, fibrobeton, poliuretan sement yoki epoksid tizimlarini tanlash, shuningdek, plastifikatorlar va primerlar narxiga ta'sir qiladi. Ish hajmi: maydon katta bo'lsa, kvadrat metr narxi ulgurji xarid va jarayonlarni optimallashtirish hisobiga pasayadi. Qurilish sharoitlari: obyektga kirish murakkabligi, ish jadvali va iqlim va mavsumiylik yakuniy narxga ham ta'sir qiladi. Olpi Group kompaniyasi smetani texnik asos bilan yashirin to'lovlarsiz tayyorlaydi. Obyektingiz uchun hisob-kitobni xohlaysizmi? Quyidagi kontakt orqali aloqaga chiqing.